Assalomu alaykum aziz bizning kuzatuvchilar, sizlar boshlanganlar xayrli barakali olsun yana bir marta. Mana xudo xolasa go'sht narxlari oshyapti. Mana Mo'min akam keldilar. Mo'min aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchmisiz, charchamaysizmi? Nima gaplar Mo'min aka go'shtlarda? Go'shtlar narxlari Narxlarni jimangiz biladi. xudo xolasa. Tonna lazeri chiqadi, Ha. tonna lazeri. Havo To'g'rilar, osh markazlari, kuchli savdogarlarni chaqirib qolamiz, ha. taklif etaveramiz. Sirdaryo viloyati, Sayxunobod. Garantiyali narsa. Hozirgi savdomiz ina 14 ming so'm bo'ldi. 14 mingdan baraka bo'ldi, xudo xolasa. Lazera qaranglar. Qatdi. Oshpaz. Oshlikda bu, oshpazlar uchun. Bemalol bog'lanaverasizlar, telefon nomerlarimizni qo'yib o'tamiz. Nominam qo'yib o't, nominamni. Bo'ldi, nomerni qo'yib o'tamiz. Xudo xolasa. Oldingizdan chiqsa bitta like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying, guruch olamiz deb yurganlarga. Xudo xolasa. Barna bir usti g'amlab